Assalomu alaykum barchaga. Biz sizlarga qishloq xo'jaligi agregatlarini har xillarini ko'rsatganmiz. Bugun poliz va parnik mahsulotlari uchun har xil bug'doy, g'alla, pomidor, bodring, piyoz, chesnok, har xil sabzavotlar uchun va dukkaklik mahsulotlar uchun oziqa bo'ladigan vitamin, lekarstva dorilarni olib qo'yganmiz. Turkiyadan Prime yetkazib keldik. Birinchi qo'lda. Kimga mana shunaqa oziqa bo'ladigan har xil vitaminlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zimizning turk agronomlar bor. O'zbekistonda ancha yillar davomida tuprog'ini, yerini o'rgangan. Sizlarga maslahat beriladi. Qaysi dorini qaysi paytda qo'llash kerak, necha foiz effekti bo'ladi, hammasi bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berib boramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.